Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana 12 mart 2026-yil Sho'rsh tumani Surxondaryo viloyati Sho'rsh tumani 21-maktab hududida joylashgan transformator oldidamiz. Mana transformator ahvoli. Res xodimlari chaqirsak kelmaydi, dejurniy telefonni o'chirib qo'yadi. Kechasi kelib o'z boshimchalik bilan nimalar qilganini Xudoga ma'lum. Biz buni tushunmaymiz. Mana bu ahvolda tashlab ketgan. Eshiklar ochiq. Yo'l ochiq. Bu yerda bolalar bor. Bu javobgarlik yana kimning bo'ynida? Yana maktab ma'muriyati javob berish kerak. Qachongacha bu ahvolda tashlab ketadi? Ular faqat jarima yig'ishchi bilan ovorami? Mana simlar olib kelingan. Bu simlar yana noqonuniy ulanishlar uchun olib kelinganmi? Qayerda ulanmoqchi bo'lgan? Ushbu savollarga yuqorilardan javob kutib qolamiz. Bir sutka bo'ldi mana maktabimizda svet yo'qligiga, kompyuterlar, pechkalar hamma tomon o'chgan. Bir sutkadan buyon maktabda svet yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin qanday ahvolda tashlab ketilgan. Eshiklar ochiq. Mana maktab hududi.